ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز مخلصلار السلام علیکم و رحمت الله برکاته. Bugün yakşanbe Hicri Quyosh 1404 2 Qavs milodiy 2005 yili 23 November bu kecha soat 9 O'zbeki yangiliklarga xush kelibsizlar. Men Zangla Fidaviy. Riyosatul Vazara idoriy o'rinbosari Mavlaviy Abdusalom Hanafiy aytishicha, tinchlik barqaror bo'lishi bilan xalq butun huquqlari saqlanib va boshqalar huquqini naqd qilishi uchun hech kimsaga ruxsat berilmaydi. Riyosatul Vazara idoriy muavini Kobulda xalq buyuk yig'inida aytishicha, islomiy nizom mustahkamlanish va saqlanishi uchun qurolli qarshi kurashish davrasidan ko'proq talosh qilish uchun har bir kishi vazifasidir. Amr bil ma'ruf nahy anil munkar va shikoyatlarni tinglash vazirligi Kobul viloyati hamohangligi bilan islomiy nizom mustahkamlanishi va davom topishi uchun din olimlar, qavm buyuklari va jamiyat turli xil qavm va qabilalar mas'uliyatlarini tayinlashtirish hadafi bilan buyuk yig'inni Kobulda barguzor qilgan. Riyosatul Vazaro idoriy o'rinbosari Mavlaviy Abdusalom Hanafiy bu marosimda aytishicha, islomiy nizom soyasida musulmon va g'ayrimusulmon butun shahar aholisi haq-huquqlari saqlangandir. حقوق تک تک این مسلمان ها رو باید مراعات کنیم. Butun musulmonlarning har birtasini huquqlarini e'tibor berishimiz kerak. Nafaqat musulmonlar, balkim Hindu, Sikh vatandoshlarimiz huquqlari ham ta'min etilishi kerak. Ular ham musulmonlardek bir andoza huquqlari bor. اونها هم همان اندازه حقوق دارند که مثل که دیگه مسلمان ها دارند. Raisul Vazaro idoriy muavini ko'paytirishicha, Islom amirligi buyuk qo'l kiritmalari tinchlik butun sur'atda ta'min etilishi, idoriy va axloqiy fasodga jiddiy qarshi kurashish, muxaddara modda ekish va qochoqqa oldi olinishi, mo'tadlar darmon etilishi, yetimlar kafolati, muhojirlar mudiriyati va islomiy shariat tatbiq etilishidir. یک نظامی که Bu nizom mana shuncha qurbonlik va takliflar bilan qo'lga kelgan. Bu nizomning saqlashi uchun ham 100 barobar qiyinchilik mushaqqatni tahammul qilishimiz kerak. تکالیف و مشقت را برداشت کنیم. Boshqa tomondan Amr bil ma'ruf nahy anil munkar va shikoyatlarni tinglash vaziri aytishicha, begonalar ko'pincha sarmoyat qilishlari bilan yosh nasl fikrlarni boshqacha qilib va islomiy nizomning tahrib qilishni istaydilar, biroq bu ishga hech qachon ruxsat berilmasligi mumkin. حاکم اعلی یو رب العالمین بایی. Hokim va a'lo bir Rabbil alamindir. Uning qonundan boshqa qonunning qabul qilmaymiz. So'ng dushman turadi, bu nizomning tahrib qilishi uchun ham o'zining mol va mulklarini masraf qiladi, ham istixborot istiqdom qiladi va ham musulmonlar o'rtasida tafriqa tashlaydi. Musulmonlarga moddiyot beradi va ham musulmonlar bu nizomning tahribi uchun ko'shish qiladi. نظام رنگول و کوشش و جدوجہد کنیم. Ayni holda Kobul hokimi aytishicha, hech kimsaga ichki masalalarga aralashib va tinchlikni vayron qilishga ijozat berilmaydi. کڅوک د افغانستان په کورنی چارو کې Biron kishi Afg'oniston ichki masalasiga aralashishni istaydi. U o'zining tarixida ko'rishi kerak. Tarix sobit qilgan biron kishi afg'onlar ustida hujum qilgan bo'lsa, yo'q etilgan. Balkim bularda imperatorligi kuch-quvvati ham o'rtadan ketgan. و د قدرت جزیره هم ختم شوی دي. Islom amirligi mas'ullari shuningdek aytishicha, aholi va asnofdan yig'ishtirilgan daromadlar tuniq bir prosa bo'lib va xalq osoyishtaligi uchun qayta sarflanadi. Chin tashqi ishlar vaziri Vanga tojikistonlik hamtosi Sirojiddin Mehriddin bilan uchrashuvda Afg'onistondan qo'llab-quvvatlash ustida ta'kid qildi. Janobi Wang aytishicha, o'lkasi Tojikiston bilan birga Afg'oniston tinchlik, subot, qayta ta'mirlash va taraqqiyoti uchun yordam qilishga tayyor. Boshqa tomondan Islom amirligi aytishicha, Kobul dunyo butun mamlakatlari, ayniqsa mantiqa mamlakatlari bilan mutaqobil hurmat asosida siyosiy va iqtisodiy aloqa qurishni istaydi.
Chin tashqi ishlar vaziri O'rta Osiyo mamlakatlari maqomlari bilan uchrashuv davomida Tojikiston safar qilib va tojik hamtosi bilan Afg'oniston haqida bahs qilgan. Vonga Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Mehriddin bilan uchrashuvda Afg'oniston, Tojikiston va Chin mushtarak qo'shnisi haqida ishora qilib aytishcha, o'lkasi Tojikiston bilan birga Afg'onistondan qo'llab-quvvatlash, tinchlik, saboti va taraqqiyoti uchun yordamini davom beradi. Afg'oniston Chin va Tojikiston mushtarak qo'shnisidir. Chin Tojikiston bilan birga Afg'oniston sulh va saboti, qayta ta'mirlash va taraqqiyoti uchun hamkorlik qilishga tayyor. Boshqa tomondan Islom amirligi aytishicha, dunyo butun mamlakatlari, ayniqsa mintaqa va qo'shni mamlakatlar bilan siyosiy va iqtisodiy aloqasi kengayishini istaydi. Butun mamlakatlar bilan, xosatan qo'shni mamlakatlar bilan Afg'oniston yaxshi va nek robitani istaydi. Qo'shni va mantiqa mamlakatlari o'z savdogarlik, iqtisodiy va boshqa aloqalar bundan ko'ra ko'proq ko'chlantiradi. Chin shomil O'rta Osiyo ko'pincha mamlakatlari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston o'lkalari Islom amirligi bilan yaqin aloqalari bor. O'tgan hafta Tojikiston yuqori martabali bir hay'ati ham Kobul safar qilgan ediki, yaqin payt Kobul va Dushanbe siyosiy va iqtisodiy aloqasi yuksalishi mumkin. Bizlar Afg'oniston barqarorligidan so'zlashgan payt O'rta Osiyo mamlakatlari Janubiy Osiyo mamlakatlarini o'zida oladi va O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo tinchligi Afg'oniston tinchligidir. Afg'oniston uchun diplomasiya nuqtai nazaridan har qancha safarlar bo'lsa, o'shuncha siyosat nuqtai nazaridan qo'l kiritma hisoblanadi. Ayni holda ayrim ishbilarmonlari O'rta Osiyo mamlakatlar tomonidan mushtarak manofi projelar tatbiq etilishini Afg'oniston va mintaqa mamlakatlar foydasiga unvon qiladilar. Ozqurma va kengaytirish tavsiya loyihalari ustida ish bo'lishi daroz muddatda Afg'oniston foydasiga yakunlanadi. Chunki bizlar tabiiy boyliklar va basharani ham muddat qilgan payt o'z-o'zini ta'min qilishga qodir bo'lamiz. Eslash kerak, bundan ilgari ham O'zbekiston Jumhur boshlig'i Shavkat Mirziyoyev Chin tashqi ishlar vaziri Van Ge bilan uchrashuvda necha tomonlama chorchubasi asosida Afg'oniston siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va xavfsizlik bo'limlaridan qo'llab-quvvatlash ustida ta'kid qilgan edi. Ish va ijtimoiy ishlar vaziri Mulla Abdulmanon Umariy Kobuldagi Iron elchisi Ali Rizo Begdili bilan uchrashdi. Ikki tomonlama aloqalar kengaytirilishi, ish bo'yicha hamkorliklar kengaytirilishi, Afg'onistonda fan va hurfa bo'limida o'rganishlarining kamiy va kayfiy nuqtai nazardan yaxshi bo'lishi, Eronda muqim afg'on muhojirlar vaziyati tekshirilishi va afg'on ishlovchilarining qonuniy shaklda intiqol berishi haqida so'zlashganlar. Ish va ijtimoiy ishlar vaziri shuningdek, Eronda afg'on ishlovchilari mavjudligini munazzamlashtirib va qonunsizlik vaziyatidan chiqarish kerakligini aytgan. Boshqa tomondan Ali Rizo Begdili Eronning Islom amirligi bilan bo'lgan iqtisodiy va savdogarlik aloqalarini ko'zga ko'rinarli deb, iqtisodiy va tijoriy fursatlarga ko'plab sarmoya yotqizish zaminasini yaratilishiga sabab bo'lishi ma'lum qilgan. Aziz va qadrli muxlislar, o'zbeki yangiliklarimiz shudan iborat. Ina uchrashguncha har birlaringiz zo'rliq tengri taolaga topshaman. Yaxshi kecha. شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو